Farg'ona shahar, Farg'ona MFI, Qashqar ko'chasi 120-uyda olib borilayotgan qurilish jarayonida 5 qavatli ko'p xonadonli turar joy binosi qurilishini davlat nazorati mutaxassisi sifatida joyiga kelib monitoring ishlarini olib borganimda quyidagi kamchiliklarga yo'l qo'yilayotganligi aniq bo'ldi. Rigillarni tortqi rigillari, yuk ko'taruvchi rigillar emas, tortqi rigillari qo'yilmaganligi, joyida loyihadan chetga chiqib bajarilayotganligi aniqlanib, tegishli tartibda elektron platformamiz orqali mutaxassislarga yozma ko'rsatmalar berdik. Demontaj ishlari olib borilib, loyiha asosida qayta bajarilishini inspeksiya inspektorlari tomonidan doimiy nazorat ishlari olib boriladi.